bo'limi, obed bo'limi. Qani, obed ham kesibdi. Go'shi bo'lani tarafda go'shi bo'lashgan. Ay. Qo'lim to'yib ham kelyapti. Ertalammi, obedmi? Va obed bo'lib kesibdi-ku. Mayli, ovqat yeb, merdi uyiga. Merdi uyda nima bor? Nima bu? Nima bu? Merdi uyiga nima kelibdimi? Men ko'rmadim ekan. Ichkariga kirib ko'raylik chiqani. Mer, kechirasiz, haligi uyingizda orqasida sandiq turibdi ekan. Uyingizni bezatayotgan bo'lsangiz, bezatib bersam pulim berasizmi? Ha, beraman. O'zim ularni bezakaz qiluvdim. Yaxshi bo'lardi bersangiz. Men ham bir pul yig'ib olardim-da, u ovqatga pul qolmagan o'zi. Mayli, bo'lmasa men nima deydi, u narsalar olsam maylimi, keyin o'zimga olib qolsam maylimi? Yo'q, bo'lmaydi. Mayli, pulimni bersangiz bo'ldi, muammo hal. Qanchada tayyor bo'l? Qanchada qilib bo'lasan? Bir 30 minutmi yo yarim kun ketadi kanishda uncha narsa olsommi sizga deb hazillashmayman-ku sizga. Men siz shunchalik loymidingiz? Men bu taraflardan xullas boshladim. Mer pulimni berasiz keyin, Beraman. Men hozir sandiqdagi narsalar olaman. Sandiqda ko'p narsalar bor ekan-ku, bittalab olamiz. Oyna nimaga ekan? Hozir merdan so'raymiz, oyna nimaga ekan? Bitta yotoq. Yaxshi. Bu tosh nimaga? Nima hali polni ham almashtirish kerakmi? Ko'p narsalar-ku, narsalar ko'p ekan. Ularni tepaga olib qo'yamiz deyin. Bu yerga nima qo'yib qo'yamiz mana keyin mana olib qo'yamiz. Unda men ishni boshladim. Yaxshi. Uni sindiramiz. Mer, bu yerga tosh ham bor ekan. Bu nima qilish kerak? Pastni polni tosh qilish kerakmi? Qaraydi. Ha, mana shu eski toshlarni yangi almashtirish kerak, yangiga. Okey. Uzr, endi eshitib sal xato qilib qo'ydim. Bular normal hammasi. Moylash kerakmi? Yo'q, moylash shart emas. Yaxshi, Mer, qaysi tarafdan qo'yamiz bo'lmasa? Bu tarafdan. Yaxshi. Mayli, birinchi polni boshlaylik. Men polni boshladim xullas. Mer, balki qochib turarsiz boshqa joyga. Men qurib olsam. Pastni kakras polni almashtirsin. Mayli. Men tomosha qilib turaman, sen qanday ishlayapsan. Mer, yaxshi. Tomosha qilishingiz ham shart emas edi-da, shu tayizni qo'yib olardim men. Mayli, siz tarafga indamayman. Mer, hali ko'rasiz, men juda ham sifatli quraman hamma narsani. Ko'ramiz, qanday yaxshi qurayotgansan. Cho'tga quraman men. Nima deyapsiz siz? Siz professional nima deydi, bir katta binolarni qurgan odamning oldida turibsiz siz. Shu bu yerga qo'limizga bir buni olsak, bu yerlarni yoritsak yaxshi bo'lardi. Mer, qarang, o'xshami bilan ishlayapman sizni uyingizga. Ozgina qo'shib berasiz endi. Mayli. Qo'shib Seni ham maqtading-ku. Nima deyapsiz siz? Aytgancha, tovarlarni nech pulga olib keldingiz? Tovarlar necha izumruddan tushdi? Necha stak? Men ham bir yangilatib olardim uyimni. Pul yig'ayotgandim o'shanga. 64 ta izumrud, 5 ta olmos. Yo'q, как раз meni ham xuddi shuncha bor edi. Mer, mabodo yangi uylar qurilish boshlanmayaptimi? Zo'r quraman bilasiz o'zingiz. Bir ikki marta uylar portlatib yubordim. Nima deydi? Xullas yaxshi quruvchi ekanman. Atiga bir ikki marta portlatib yubordim. Uylar ishlama qilmay to'g'rimi? Mer, qaramay turing. Ishtonim ichib ketdi.
Xo'sh, yaxshi. Endi tashlaymiz. Mer o'ynani nimaga qo'ygan edingiz? O'ynani ham almashtirish kerak. Kir bo'lib ketgan. Ham uni ustiga chirib ketgan. Ham bolalarga bitta o'yini sindirib ketyapti. Men yangi olaveryapman. Endi opsim eng kuchlisini oldim. Umuman sinmaydi ham. Dosh beradi. Men sandiqlar qo'yib qo'yay. O'ynani ham tez almashtirib qo'y. Mayli. Bolalar kelib yana sindirib ketmasin. Shuncha narsani zo'r qilibsiz-ku, lekin bitta haligi qo'ymabsiz-da. Nima? Pechka. Pechka esimdan chiqib ketdi-ku. Zakaz qo'yib yuboring bo'lmasa, men ungacha shu narsalar olib turaman. Uyingizda ham boflayapman bor. Men endi pulimiz sal ko'proq berarsiz. Mana bu ikkita qo'yib qo'yamiz. Men uyingizni butunlayga yangilatib o'rsagan bo'lar ekan, o'zi chirib ketibdi. Kecha olgan bo'lsangiz ham. Mer hazillashdim. Qaytib men bilan hazillashma. Qo'y. Pulimdan kesmasangiz kerak. Endi bunaqa kutubxonani qo'yamiz desam. Xo'sh, Mer zo'r turadimi mana shu yerga manis? Yaxshi. Men quryapmanmi? Hamma narsa yaxshi bo'ladi-da. Chunki mana shu yer neta bo'lib qoldi. Bitta savoldan ber, siz rostdan ham kitob o'qiysizmi? Ha? O'xshamayapti-da shu. Qochib turing men. O'qiyapman. Men ber tozalab berdi ham olib qo'yay. Nimaga kerakligini Men berlik burchim. Bo'lsa, bu berlik burchim. Ha? Deytski bo'lmang. Men deytskiman. Meni burchim bu. Xullas, Mer pul hozir Men baxtiyorman. uzr so'rayman, Mer ozgina tomog'im og'riyotdi. Shunday bitta dorimni ichib olay, ruxsat berasizmi? Mayli. Shunday bitta dorimni ichib kelay. O'xsham tushdi, hazillashdim. Hazillashmadim, просто uydan tutib qo'yib, kasalim yomon qo'zg'ayapti. Mer. Ha. Uyingiz rosa changib ketibdi, allergiya ham qo'zib qoldi. Asli aksirishim kerak edi. Maksimal darajada bo'lib ketgandan uyingizni qurdan qursak nima yo'q, uyingiz nima? Eshikni ochib qo'y. Mer? Joningizdan to'ymaganmisiz? Men hayotimdan to'yganman. Masa hamma pulingizni menga beringdan ketaverdim bilgan joyingizga. Menga farqi yo'q. Merlikda ham berib ketsangiz mayli. Merlarga ham qiyin atak. Mayli, mer olmasa ertaga. Mayli, to'xtatirayam. Ha. Senga bitta gapim bor edi. Bitta joyga turib gapiring, menimcha bitirchilaysiz. Men yaqinda shaharga ketmoqchi edim. Shunga qishloqni senga tashlab ketaman. Zo'r yangilik. Uzog'i bir oyda qaytaman. Qishloqqa yaxshi qarab turasan. Albatta qishloqqa o'qib qolar. Zo'r turadi demoqchi edim. Aha. Men 3 kundan keyin shaharga ketaman. Ana shu senga qoladi, xohlagan bir ishingni qilasan-da, men uzog'i bir oyda kelaman. To'chini xohlagan ishim nima? Ha? Mer uyingizga tez bor ekan. Nima? Yaxshi, nima? Qolgan narsalar sandiqqa qo'yapman deyman. Ha. O'ynalaringizni almashtirmasak ham bo'ladi, zo'r o'ynalar ekan. Fakilni o'zimga olib qolaman, endi nima deylik? Fakil, mayli olaver. Baribir meni ham yorishib ketdi-ku, ko'zim qamashyapti. Men zo'r stoligim uchun qamashyapti. Mana bu ikki joyga qo'ysak bo'ladi. O'zim kech bo'lib ketdi. Sen ham uyga bora qol. Mayli, men mana shu uyga ketdim. Ha. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Dirim Qurbonov bo'ldi, to'g'rirog'i. Hammaga salom. Agarda mana shu
qishloq hayoti degan serialimiz yoqqan bo'lsa 5 talak yig'ib beringlar, ikkinchi qismi chiqadi. Ikkinchi qismida eshitganingizdek bizlar qishloqda mer bo'lamiz. 5 talak, atiga 5 talak yig'ib beringlar. U qiyin emas shekilli. Atiga 5 tagina like yig'ib berganlaringlarga yig'ib beril 5 talak bo'lgandan keyin videoning tagiga va ikkinchi qismi chiqadi. Sizlarda hech narsa ketmayapti va pul so'ramayapmiz. Oddiygina shunday videoning tagiga kirasizlardan bosib ketasizlar va bo'ladi 5 talakdan keyin ikkinchi qismi chiqadi. Mana shu yerda agar har bitta obunachi mana shu yerda har bitta kelgan obunachi uchun 10 ta TNT Minecraftning eng yangi versiyasida 10 ta TNT portlataman. Har bitta obunachi uchun. Hammaga xayr. Hamma har do'stlar sizlar bilanman. Men Sergamer bilan Dirim Qurbonov bo'ldi. Hammaga xayr.